Agarda sizda ham xuddi shunaqa kvartira bo'ladigan bo'lsa, lekin qozonxonani qanaqa qilganim yaxshi ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun bitta zo'r yechim bor. Ushbu obyektimizda ham uy egalari uchun sifatli va albatta muhimi kerakli bo'lgan mahsulotlardan foydalangan holatda tajribali ustamiz kozmega tomonlaridan juda ham chiroyli yechimlar qilib berilgan va bu haqida hozir batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Biz hozir Xoydon mahallasidagi Abu Dhabi ijtimoiy kompleksdamiz. Bu yerda obyektimiz 203 kvadratli kvartiramiz. Sig'imini qilib berganmiz bu yerda. Kvartiramizning o'zi 203 kvadrat bo'lgani bilan, maydoni keng bo'lgani bilan, kotelniy uchun ajratilgan maydonimiz kichkina bo'lgani uchun shu yechim qilganmiz, shu kichkina joyga kotelniy sig'dirishga harakat qilganmiz. Hozir sizlarni shu bilan tanishtiraman. Ko'rib turganingizda hozir mana kotelnigimiz bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Kotelimiz 24 kilovatli одноkonturniy prioritetniy boiler kotel. Kotelni 24 kilovatli hisob-kitob qilgan holatda qo'yganmiz kotelimizni. Boilerimiz 100 litrli slim variant boiler. Joyimiz kichkina bo'lgani uchun kollektor, gidrokollektorlardan foydalanmadik, bu yerda boosterdan foydalandik bu joyimizda. Nima uchun boosterdan foydalandik? Asosiy sababi maqsadimiz joy. Ko'rib turganingizdek, ortiqcha joy egallamagan. Qulay va kompaktniy. Boosterimizning yana bir afzalligi zavoddagilar ustalarni o'ylab hamma narsasini o'zligi tayyor qilib yig'ib qo'yishgan. Mana gidrostrelkasi, nasoslari, trub hadoylari, kranlarigacha hammasi o'zi yig'ilgan. Ikkita nasosi, bitta konturi radiator uchun ishlaydi, bitta konturi to'pli pol uchun ishlaydi. To'pli pol uchun trub hadoyigacha qo'yilgan. Teplobateriyani yo'qotmaslik uchun izolyatsiyasigacha qilib qo'yishgan. Vaqtdan ancha tejaladi yig'ilganda ham. Biz boosterdan foydalanib, umumiy hisobda 3 metrga 90 santimetrlik joyga shu kotelnigimizni joylab berganmiz. Ushbu obyektda ham qilingan ishlar agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, shunaqa qozonxona qildirmoqchi bo'lgan yaqinlarga ulashib qo'yinglar, albatta foydali bo'ladi. Izohda esa o'z fikrlaringizni qoldiringlar.